Assalomu alaykum, hurmatli ommaviy axborot vositalari xodimlari va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugungi brifingimizda amalga oshirilayotgan islohotlar va yangiliklar, sohada joriy etilayotgan yangi yondashuvlar, o'zgarishlar haqida ma'lumot beramiz. Barchamizga ma'lumki, soliq tushumlari davlat byudjetini shakllantirish ustuvor manbai hisoblanadi. Mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasini amalga oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu resurslar strategik infratuzilmani rivojlantirish va aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini moliyaviy qo'llab-quvvatlashga yo'naltiriladi. Ayni paytda shaharimizda 12 ta mahallada 5 nafar soliq xizmat xodimlari biriktirilgan bo'lib, ular zimmasiga norasmiy tadbirkorlik faoliyatini qonunlashtirish, o'zini o'zi band qilgan kichik biznes toifasiga o'tkazishga ko'maklashish hamda tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash orqali ularning faoliyatini kengaytirish va daromadlarini oshirish hisobiga soliq bazasini ko'paytirish yuklatilgan. Mahalliy erkinlik institutining shakllanishi orqali soliq inspektorlar mahallada har bir soliq to'lovchi xonadoniga kirib bormoqda. Tadbirkorlik subyekti bilan uchrashib, uning muammosini o'rganyapti. Soliq sohasida o'zgarishlarni tushuntirish orqali yashirin iqtisodiyotni oldi olinmoqda. Buning natijasida o'tgan 2025-yil uchun jami byudjet prognoz kontingent rejasi 22 milliard so'm qilib belgilangan bo'lib, yil yakuni bilan mazkur topshiriq rejasi 22 milliard so'mga bajarildi. Shu bilan birga qatorda mahalliy byudjet prognozlari bajarilishi uchun berilgan 52 milliard 690 million so'm topshiriq rejasi 53 milliard 210 million so'mga ijro etildi. Shuningdek, o'tgan yil davomida Yangi shahar soliq to'lovchilar tomonidan mahalliy yer va mol-mulk soliqlari uchun 3 milliard 334 million so'm miqdorida soliqlar to'lanib, shundan 10%, ya'ni 334 million so'm mahalla infratuzilmasini yaxshilash uchun tegishli hisob raqamlarga o'tkazib berildi. Yangi shahar soliq xizmat organlari xodimlari tomonidan tadbirkorlik subyektlari bilan olib borilgan tushuntirish ishlari natijasida o'tgan yil davomida 449 ta korxonaning 374 nafar norasmiy ishlovchi fuqarolari faoliyatini qonunlashtirib, ularning ijtimoiy himoyasi ta'minlandi va shu orqali 223 million so'm byudjetga qo'shimcha mablag' yo'naltirildi. Shuningdek, mahalliy erkinligi bilan hamkorlikda 4122 nafar fuqarolar o'zini o'zi band qilish tizimi orqali ro'yxatdan o'tkazildi va muayyan faoliyat turlari bilan muntazam ravishda shug'ullanib kelayotganligi aniqlandi. Hozirda yurtimizda biznesni rivojlantirish ustuvor vazifa etib belgilangani bois 2026-yilgi byudjet loyihasida ham asosiy soliq stavkalari oshirmasdan amaldagi miqdorda saqlash ko'zda tutildi. Xususan, foyda solig'ining bazaviy stavkasi 15% miqdorda saqlanib qolindi. Qo'shilgan qiymat solig'i va jismoniy shaxsdan olingan daromad solig'i 12% etib belgilandi. Ijtimoiy soliq byudjet tashkilotlari uchun 25%, boshqa ish beruvchilar uchun esa 12% darajasida qoladi. Aylanmadan olinadigan soliq 4%, yuridik shaxslarning mol-mulk solig'i esa 1,5% tashkil etadi. Yillik aylanmasi 1 milliard so'mgacha bo'lgan o'zini o'zi band qilgan va yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun aylanmadan olinadigan soliq 1% gacha pasaytiriladi. Shu bilan birga yattilar uchun qat'iy belgilangan soliq hamda o'zini o'zi band qilgan shaxslarning 100 million so'mdan kam daromadlari bo'yicha mavjud soliq imtiyozlari bekor qilindi. Shunga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ 247-sonli qarori bilan xolis paynet elektron mobil tizimi joriy etildi. Bu tizim o'zini o'zi band qilgan shaxslar va yattilar uchun to'lovlarni qabul qilish hamda daromadlarni qayd etish jarayonlarini soddalashtirdi. Natijada soliq stavkalari 1% gacha pasaytirilishi taqdim etgan ijtimoiy yangiliklar bilan bir qatorda hisob-kitob ishlarining ortiqcha qog'ozbozlik va byurokratik to'siqlarga chek qo'yildi. So'zim yakunida shuni aytib o'tmoqchimanki, soliq to'lovchining har bir so'mi jamiyatning umumiy farovonligiga qo'shilgan qissa bo'lib, fuqarolarning o'z mamlakati kelajagiga bo'lgan mas'uliyatni aks ettiradi. Shaffof va samarali soliq tizimi ishonchli davlat boshqaruvining asosi hisoblanadi. Bundan tashqari, soliqlar iqtisodiyotni tartibga solish, daromadlar tezligini kamaytirish va investitsiya muhitini yaxshilashda ham muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun har bir fuqaro soliqlarni o'z vaqtida va to'liq to'lashi nafaqat qonuniy burchi, balki ijtimoiy mas'uliyat ekanini ham anglashi lozim. E'tiboringiz uchun rahmat.